Butun dunyo hozir to'yxona. Hamma kelyapti bu yerda o'ynagani, shunday deb o'ylayapti. Bu dunyo to'yxona emas. Hamma o'ynagani kelyapti, xuddi qishloqdagi to'yga o'xshagan. Qishloqda bir joyga to'y bo'lsa nima bo'ladi? Hamma keladi. Ichkilik bormi? Bor. Chekish bormi? Bor. O'yin kulgi bormi? Bor. Mastlik bormi? Bor. Buzuqchilik bormi? Bor. Har narsa bor. Ertalab nima bo'ladi to'yxonada? Axlatxona o'sha yermi? O'sha yer. To'zib yotgan joy o'sha yermi? O'sha yer. Charchoq o'sha yerdami? O'sha yerda. Norozilik o'sha yerdami? O'sha yerda. Urush janjaldan keyin ko'ngil xirachilik o'sha yerdami? O'sha yerda. Qarzdorlik hammasi o'sha yerda. Dunyo ham xuddi shunday. Kim bu dunyoni to'yxona deb o'ylasa, to'y tugagandan keyingi tomosha shunday bo'ladi. To'yxona emas bu yer. To'yxona emas. Men har doim aytaman, bunday to'yxonada, bunday joyda samovarda qoraga botib, choyni damlab, norozi bo'lib o'tirgan yutadi. Majburman ammo bu dunyoda, bu samovarni qaynatishga, bu to'yda shu yerda o'tirishga. Lekin men u yerga qo'shilmayman. Allohim ya Rabbi meni asra. O'zingga yaqin qil deb. Osmondagi bolalar.